Masalan, ko'pchilik aytadi, boksda aql muhim deydi. Yo, trener bir kun aytadi, aql muhim deyapti. Lekin refleks uni chempion qiladi deyapti. Qaranglar, endi maqsad anaqa farqini. Biznesda ham shunaqa. Aql bilan biznes qilaverasizda bitta ishni. Qivurganingizdan keyin o'sha biznesingizdagi qarorlar sizni refleksingizga aylanib qoladi-yu. Ana o'shanda siz katta natijalarga erishishni boshlaysiz. Boksyor ham mana bundoq qochib turib bundoq qiladi, bundoq qochib turib qiladi-yu. Bular refleksni trenovka qilishadi. Sababi udar kelayotgan payt aql ulgurmaydi unga javob qaytarishga. Aql ulgurmaydi. Ana seriozli qarorlar kelayotgan paytida. Mana boksyor ham aytadiki, mana boksda ham bittasini nokaut qilsa, u chempion bo'ladi deyshadi. U nokaut qilish uchun boksyor boru udar bergandan keyin bo'ldi, bu udarim tegdi unga degan uverенность keladi-yu. O'sha payt qochib qolib turib atlet berganingizda u nokaut bo'ladi. Agar u udari mamtga yarmiga kelganda ham qochsangiz, o'sha bilib bo'ladi. Qochganingiz bu yoqdan bittasini yeb olasiz-da. U kelib do'l millimetr qolganda qochib turib beradigan udaringiz uni nokaut qiladi. Biznesda ham shunaqada. Biz bitta ishni har kuni qilaversak, masalan, sohamizda. Mana men fast food sohasida ishlayveraman, faqat shu sohada ishlayveraman. Shu sohada rivojlanaveraman-da. Bu sohadagi muammolar 15 yildan beri shu muammolarni bir xil muammo kelaveradi-da. Unga yechim qidirib, uni muammolari bizga refleksga aylanib ketadi. Siz 2 yilda sohani almashtiraversangiz, siz u sohada refleksingiz bo'lmaydi. Aql refleksga aylanmagungacha u natija bermaydi. Zo'r.